Shahzodjon, endi shuncha YouTube'ga chiqardim, boshqa qildim. Pulni bermaysizmi uka? 9-turingizdan yutgan opangizman. Nuqul aldab kelyapsiz. Aziz vatandoshlarim, agar kim mana shu 9-turdan yutgan bo'lsa, Shahzodjon ro'z yigirishidan Buxoro Navoiylik ukalar yutganida menga yozib yuboringizlar. +7 906 079 95 14. Ismim Saodat opa. Telefon qilib aytingizlar. Agar sizlar olib, agar menga yubormagan bo'lsa, mana men bu bolaga boshqa gapim yo'q. Mana shu videolarim bloger ukalarimga yetib borishiga yordam beringizlar. Bu bolalar faqat va'da berdi-yu, va'dasini ustidan chiqmadi. Tinmay va'da beradi. Hamma narsasi bor. Qo'rqmay ayta olaman. Hamma narsasini sarand qilib qo'yganman. Qaysi chislolarda va'da beryapti, qaysi chislolarda bir-birini aldayapti. Hali ukasiga berib pulni o'tkiza olmaydi. Hali o'zi kartangizni tashlang, o'tkizaman deb Zolotoy koronalardan pul olib beribman. Shumi Shahzodjon yaxshiligim sizga? Sberbank kartalarim qo'yibman. Shumi yaxshiligim siz uchun? Qo'ydingiz, ishlatdingiz, bir so'm pul so'radimmi yo boshqa narsa dedimmi? Shumi Shahzod yaxshilikda oqibati? Men bu o'yinga Navruz aka kanalidan o'tganman-da, shu Navruz aka kanali beradi deb Navruz aka o'qib, yaxshi bola o'tingizlar deganga, beradi emas, yaxshi bola o'tingizlar degan gapiga ishonib, shu bola yaxshi ekanda deb o'tib o'qiganman. Men har bir o'yiningizdan ancha o'ynab qo'yganman. Bu o'yinga kirganimda sababi ham rahmatli akam tirik edi. Akam shunaqangi og'ir ahvolda edi. Xudodan yig'lab so'ragan pulim chiqdi-yu, lekin bandasi bermayapti. Hayron qoldim. Mayli, akam o'tib ketdi. Hatto marakalariga bera olmadingiz Shahzodjon. Siz bu videolarda ko'ring, aylanay. O'zingiz eshiting. Qani meni nima aybim bor ekanki meni pulimni siz bermadingiz? Shunchalik muhtoj edim pulga. Nega siz o'sha pullarni bermadingiz? Sababini kutib qolaman. Ayting sababini, ayting. Xalqam bilsin. Bilsin, ana shunday deng. O'lib ham ketdi akam mana. Akam uchun o'ynalgan pul edi. Bir narsa desam, xalqqa tarqatib yuboraman, bir joyga chiqarsangiz. Mana chiqardim. Xalqqa tarqating. Meni o'lgan akamga buyurmagan pul siz tarqatgan xalqni qaysiga buyurar ekan? Ayting, xalqni vijdoni bormikan? Shu nogiron holida yotgan akasi o'ldi. Shu pul shu ayolga buyurmagan akasiga bizlarga buyuradimikan? Deydi-yu xalqam.